$1000 past bo'lmayapti endi aka. 8,5 milliondan berdim. Yo'q, aka, u 8,5 million. Aka, men danga o'tibdi, mana sheringizga ham aytdim aka. Aka, bu narxi to'g'ri kelmaydi. Afg'on bermaydi aka 9 milliondan. Hozir necha pul bo'lyapti? 18 million so'mga uyingiz dastlabkasini qilib beraman aka. Shetda odam ekansiz, mana Toshkentlik odamlar mana shu video ko'rayotgan bo'lsa 19 million qilishgan. Dastlabki qilib berishgan, bermayman. 10 milliondan bo'lsa beraman deganman. Siz shetda odam ekansiz, hozir pul zali o'shancha beraman deb. 500 ming o'tib berdi. Yo'q, 500 ming talashmang aka. Dastlabkasiga o'zi ham pul olishadi aka. Men sizga o'shani qilib beraman. O'zim moshinam propaganda yuribdi aka. Olavering. Mazayda ham bitta yana bola bor, uni ham qo'shib oladi. Qo'shib oladi aka. Barakasidan bersin. Keling, mana naq bo'g'ozimiz uzuy qilingan 3 oylik bo'g'oz chiqqan mana. Qonunlarida yelimlarni solib qo'ygan 9 million so'mdan o'zimiz ishtirxonga berdik. Dastlabkasini ham qilib beryapmiz akalar mana. Afg'on qo'ylar mana. Buni bo'lmaydi Afg'onga akalar. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Arzon qo'ylar bizni kanalga chiqadi akalar pastda akalar. Akamiz kelganlar, ishtirxondan kelganlar ikkita afg'onimizni berdi. Aka yaxshi qilib berdingmi? Alloh rozi bo'lsin. Mana bunaqa haqda afg'on sotilgan yo'q. Eng arzoni 1050 dan ko'rdim men internetda. Men 9 million so'mdan berdim, dastlabkasini qilib beryapman. Aka, pulingizdan baraka topaylik. Qo'ydan ilohiy baraka toping. Yaxshi kunlar ishlataylik biz ham.